أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 219. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi eden Bakara suresinin 219. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden arak ve kımar doğrusunu soruşudu. Sen ulağa, bunun her ikisi de çok günah ve kişilerge azgına maddi paydımı var. Lekin uladaki günah paydaga qaraganda teximi çoğ degin. Ula senden nimini sədıq qilish doğruluq soraydı. İhtiyacıdan artıqını sədıq qılınla degin. Dünya ve ahiretinin işlerini tefekkür qilishinglar üçün Allah öz ayetlerini sizlarga mushundaq bayan qiladi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden yetimle doğruluq soruşudu. Aytqin ki, terbiyeleş, mallarını östürüp, ularını tüzeş yaxşıdır. Ular bilen, ulağı paydılıq bolğan rəvişdə arılışıp yaşasanlar, o çağda, yani ulağı qerindaşlarca muamele qılınlar. Ular sizlərinin dini qerindişinlardır. Allah yetimlerinin işlerini buzğucu ve tüzgücünü bilip durdu. Eğer Allah halisa sizlerini qiyin işqi teklif qilish bilen çoqum japa salatdi. Allah hakikaten g'olibdir, hikmet bilen ish qilguchidir. Haraqning tadrici halda haram qilinganligi. İmam Ahmed Abu Meysare'den Ömer radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qiladi. Hazreti Ömer'nin ey Allah, haraqni bizga nihoyat ochiq bayon qilib bersang deb duo qilishi Allah'ның haraqni haram qilish haqida oyat nazil qilishining sabablaridan biridir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden haraq ve qimar to'g'risida so'rashdi. Sen ularga bunun her ikisi de çok günah ve kişilerge azgına maddi paydımı var. Lekin ulardaki günah payda qaraganda teximi çok degin. Ömer çağırılıp bu ayet onun okup verildi. Andın o, ey Allah, haraqның hükmünü bizge teximi ochiq bayan qilib bersen degen sözünü tekrarladı. Andın bu ayet düştü. Ey müminler, sizler mes bolsanglar, nime davat qilinglarni bilginin lağıca namazga yaqinlashmanglar. Andın Peygamber aleyhisselamның muazzini namazga turganda mes kishi namazga yaqinlashmasin deb e'lon qildi. Andın Ömer çağırtılıp bu ayet okup verildi. O, ey Allah, haraqның hükmünü bizge nihoyat ochiq bayon qilib bersan degan sözünü yine tekrarladı. Andın Allah Teala bu ayetini nazil kıldı. Ey müminler, haraq ichish, qimar oynash, butla, yani çoqunush üçün tiklengen taşlarga çoqunush, pal oqları bilen pal silish şeytanның işi. Paskini qiliqlardır. Baxtga erishishinglar üçün şeytanның işidan yiroq bo'linglar. Şeytan haraq, qimar orqali aranglarda düşmanlik, adavet tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan ve Allah'ını yad etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimardan yanmamsizlar?
Andın Ömer çaqırtılıp onunğa bu ayet okup berilip, "Sizler endi araqdan, qimardın yanmamsizlar" degan yeri kelganda Ömer yandoq deb ketdi. Abu Davud, Tirmizi ve Nasai qatorliqlarmi voqelikni yuqorqi o'xshash rivoyat qildi. Bu to'g'ridagi hadislarni Alloh xolisa oldimizda yana uchirtimiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden haroq va qimor to'g'risida so'rashidi. Ömer ibn Hattab aytgandek, aqlni ketkizadigan narsaning hammasi haroq hisoblanadi. Bunun her ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozgina moddiy foyda bor. Ya'ni haroq bilan qimor diniy jihatdan gunohdir. Ammo ularda badanga ozroq foyda qilish, tomoqni singdirish, hojatni ravonlashtirish, ba'zi kishilarning nervisini o'tkir qilish, uningdan lazzatlanish, onunğa aloqador tijoratdan topgan puldan foydalanish, qimor o'ynab utib olgan pulni o'zi va bola chaqalariga sarf qilib berishdek moddiy foydalardir. Lekin bu ozgina moddiy foydalar uning dinga va aqlga keltiradigan ziyniga selishtirganda hech nimaga arzimaydi. Lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degan. Şunun bilan bu ayet haroqning qat'iy harom qilinishi uchun asos bo'ldi. Bu ayet haroqni butunlay harom qilishda ochiq emas edi. Shunga Umar radhiyallohu anhu bu ayet onunğa o'qib berilganda, "Ey Alloh, haroqning hukmini bizga nihoyat ochiq bayon qilib bergan" dedi. Ondan uning haromligiga Maide surasidagi bu uçuk ayet düştü. Ey müminler, haroq ichish, qimor o'ynash, butla, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi. Paskin qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. İbn Umar, Sha'bi, Mujahid, Qatada, Rabi ibn Anas, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlar, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden haroq va qimor to'g'risida so'rashidi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh bor" degan bu ayet haroqni harom qilish to'g'risida tushgan tunji ayet bo'lib, ondan Nisa surasidagi "Ey mu'minlar, sizlar mas bo'lsanglar, nima da'vat qilinglarni bilgininglargacha namozga yaqinlashmanglar" degan ayet tushdi. Ondan Maide surasidagi ayet tushib, haroqni qat'iy yo'sinda harom qilib etdi deyishdi. Mal mulkning ortiqini sadaqa qilish to'g'risida. Ular sendan nimani sadaqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojidan ortiqni sadaqa qilinglar degan. Hakem bu ayetning ma'nosi haqida Muqsimdan İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bola chaqalaringlarning ehtiyojidan oshgan narsani sadaqa qilinglar. İbn Umar, Mujahid, Ata, Ikrima, Said ibn Jubayr, Muhammad ibn Ka'b, Hasan, Qatada, Qasim, Salim, Ata, Khurasani, Rabi ibn Anas ve başqalarımı bu ayetin ma'nosi haqida İbn Abbas'ның yuqorqi so'zligiga o'xshash bayon qildi. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi, "Ey Allohning payg'ambari, mening qishimda bir dinar bor edi. Mening qishimda bir dinar bor. Kimga sadaqa qilaman?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uni o'zingga sarf qil dedi. U mening yonimda yana biri bor dedi. Payg'ambar alayhissalom uni ayolingga sarf qil dedi. U mening yonimda yana bir dinar bor dedi. Payg'ambar alayhissalom uni bolalarga sarf qil dedi.
U mening yenimda yana bir dinar bor dedi. Payg'ambar alayhissalom, sen uni qayerga sarf qilishni yaxshi bilasan dedi. İmam Muslim Cabir radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki Payg'ambar alayhissalom bir kishiga sadaqani o'zingdan boshlab oldi bilan o'zangi sarf qilgan, o'zingdan oshsa bola chaqalaringga, agar bola chaqalaringdan oshsa urug' tuqqanlaringga, agar urug' tuqqanlaringdan oshsa atrofingdagi kishilarga sadaq qilgan dedi. Hadisda yana mundaq deb keldi. Ey odam bolasi, melingning eshib qolganini sadaqa bergining sen uchun jazman yaxshidir. Eshib qolganini sadaqa bermay tutib turganing sen uchun yomondir. Eshib qolmaydiganға malomat qilinmaysan. Dünya va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Ya'ni sizlarga bu hukmlarni bayon qilgandek, sizlarning dunyo va oxiratning ishlarini o'ylashinglar uchun buningdan boshqa oyatlardagi hukmlarni bayon qilib berdi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu, Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni dunyoning tugab ketadiganligi va mangu yo'qolmay turadigan oxiratning yiqilishayotganligi to'g'risida o'ylanishinglar uchun yetimlarning mollarini tuzash to'g'risida. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular senden yetimlar to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarini o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda orlashib yashasanglar, u chaqda, ya'ni ularga qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuzgichini bilib turdi. Agar Alloh xolisa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga salatdi. Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yetimning milini taki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yevoldiganlar shubhisizki qo'sig'iga qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yevolgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi degan oyatlar tushganda o'zlarining yanida yetim bolalar bor kishilar ularning yemak-ichmaklarini o'zlarining yemak-ichmaklaridan ayirib etdi. Ular yetim bolalarga yemaklikini normaldan jiqroq ayirib saqlab qo'yatdi. Yetimlar shu yemakliklarni yeydi. Yeb bo'lolmaganini ichib buzilib qolatdi. Yeb bo'lolmaganini ichib buzilib qolatdi. Bu ish ularga ig'ir kelib Payg'ambar alayhissalomga aytdi. Shuning bilan Alloh bu oyatni nazil qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular sendan yetimlar to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarini o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda orlashib yashasanglar, u chaqda, ya'ni ularga qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuzgichini bilib turadi. Agar Alloh xolisa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga salatdi. Ondan ular yetimlarning yemak-ichmaklarini o'zlarining yemak-ichmaklariga qo'shib etdi. Abu Davud, Nasai va Hakim qatorliqlarmu yuqorida Ibn Abbas deganga o'xshash bayon qildi. Bu oyatning nozil bo'lish sababi haqida fikr yurgizgan olimlarmu o'xshash bayon qildi. Vakia ibn Jarroh Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening yemak-ichmakimga yetim haqqidan misqolchilik bo'lsa-mu orlashib qilishni haqiqatan yomon ko'raman. Tarbiyalash,
mollarni o'stirish, ularni tuzash yaxshidir. Ya'ni alohida ko'ngil bo'linglar. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda aralashib yashasanglar, u chaqda ya'ni ularga qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Ya'ni agar sizlar o'zinglarning yemak-ichmaklaringlarni ularning yemak-ichmaklariga aralashtirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'q. Chunki ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Allah yetimlarning ishlarini buzg'ichi va tuzgichini bilib turdi. Ya'ni Allah uning niyatining yetimning ishini buzish yoki tuzash ekanligini biladi. Agar Alloh xolisa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga salatdi. Ya'ni agar Alloh xolisa, albatta ishni sizlarga qiyinlashtirib beradi, lekin u sizlarga osonlashtirib berdi. Sizlarga u yetimlarning yemak-ichmaklarini ularga foydali usulda, ya'ni ularga zulm qilmasdan o'zinglarning yemak-ichmaklaringlarga qo'shishga ruxsat berdi. Alloh taolo bu to'g'rida, ya'ni ularning yemak-ichmaklarining ularga foydali usulda qo'shish to'g'risida mundaq dedi: Yetimning milini toki u balog'atga yetgan qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmoqcha ularni nikohinglarga olmanglar. Her mushrik ayol husn jamoli va meli bilan sizlarni maftun qilgan taqdirdimi? Mu'min dedak albatta uningdan ortiqdir. Mushrik erlar iymon etmoqcha mu'min ayollarni ularga yatliq qilmanglar. Her mushrik sizlarni maftun qilgan taqdirdimi? Mu'min qul albatta uningdan ortiqdir. Ayni shular, ya'ni mushrik va ayollar sizlarni do'zaxga chaqiradi. Allah o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga, mag'firatga chaqiradi. Kishilar pand nasihat olsin deb Allah ularga o'z oyatlarini bayon qildi. Mushriklar bilan nikohlashishning haromligi. Allah mu'minlarning butqa yoki uningdan boshqa narsalarga cho'qinadigan mushrik ayollarni nikohga elishini harom qildi. Lekin Yahudi va Xristian ayollarni elishga bo'ladi. Allah bu haqda mundaq deydi: Sizlardan ilgari kitob berilgan, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan bo'lgan afifa ayollarning mahrini bersanglar, iffetlik bo'lganinglar ve aşkarı yoşurun fahişeni közlemigininglar halda ularni alsanglar, ular sizlarga haloldir. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmoqcha ularni nikohinglarga olmanglar. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala Yahudi ve Hristiyan diniga e'tiqod qilgan ayollarni bu haromdan istisno qildi. Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Makhul, Hasan, Zahhak, Zayd ibn Aslam, Rabi ibn Anas ve boshqalarmu bu oyatning ma'nosini Ibn Abbasga o'xshash bayon qildi. Abu Ja'far ibn Jarir barliq olimlarning Yahudi va Hristiyan ayollarni elishinin durustligi haqida birlik kelganligini so'zlab bo'lgandan keyin bu haqda yana mundaq dedi: Ömer uni shu ayollar bilan to'y qilishni yomon ko'rdi. Chunki u musulmon erlarning musulmon ayollarni elishdan yuz o'rib qilishi yoki buningdan boshqa taraflarini o'ylagan edi. Abu Kurayb Shaqiqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hudayfa degan sahoba bir Yahudi ayol bilan to'y qildi. Ömer uningga u ayolning xetini bergan deb xat yozdi. Hudayfa sen uni menga harom deb gumon qilganliging uchun shundoq dedingmi deb javob xat yozdi. Ömer
men uni harom deb gumon qilmayman, lekin men ularning ichidagi yo'ldan chiqib ketgan eski ayollarni ilib qilishinglardan qo'rqaman deb javob berdi. İbn Jarir Zaid ibn Vahbiddin Umar ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmon Xristian ayol bilan to'y qilsa bo'ladi, lekin to'y qilmasa texmi yaxshi. Lekin musulmon ayollar Xristian erlar bilan to'y qilishga qat'iy bo'lmaydi. İbn Abu Hatim mundaq deb rivoyat qiladi. İbn Umar Yahudi va Xristian ayollarni ilishni yomon ko'radi. U Allohning ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmag'icha ularni nikohinglar olmanglar degan oyatiga boshqacha ma'no berdi. İmam Buxoriy İbn Umarning men Xristian ayolning Rabbim Isa deganidimmi cho'ngroq Allohga keltirilgan shirik so'zini bilmayman deganligini rivoyat qildi. Hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. To'y qilishda ayolning boyligi, nasabi, chiroyi va dinidan iborat 4 xislati ko'zda tutiladi. Sen dindorga erishgin. Agar unda qilmasang, ziyon tortib qolasan. İbn Umar Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Dunyo manfaatdir. Dunyo manfaatlarining eng yaxshisi taqvodor ayoldir. Dunyo manfaatdir. Dunyo manfaatlarining eng yaxshisi taqvodor ayoldir. Taqvo ayoldir. Mushrik erlar iymon etmag'icha mu'min ayollarni ularga yotliq qilmanglar. Ya'ni sizlar mu'min ayollarni mushrik erlarga nikohlab bermanglar. Alloh taolo mundaq deydi: "Hur mushrik sizlarni mabtun qilgan taqdirdami, mu'min qul albatta uningdan ortiqdir." Ya'ni mu'min gerçi boshqalarning qo'l ostida ishlaydigan qul bo'lsa-mu, boshliq bo'lgan kofirdan yaxshidir. Ana shular, ya'ni mushrik va ayollar sizlarni do'zaxga chaqiradi. Ya'ni ular bilan birga, ya'ni musulmonlar kofirlar bilan to'y qilib, ular bilan birga yashash va orlashib o'tish musulmonlarni dunyoni yaxshi ko'rishga va uni oxiratdan ustun ko'rishga ilib boradi. Buning oqibati bek yomondir. Alloh o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga, mag'firatga chaqiradi. Ya'ni o'zining yo'l qo'yib bergan narsasi, buyruqi va cheklagan narsasi bilan birga chaqiradi. Kishilar pand nasihat olsin deb Alloh ularga o'z oyatlarini bayon qiladi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasi tafsirining 221-oyatigacha o'qidik. Oxirini inshaalloh kelgusida davomlashtiramiz. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.